Chortoq tumani maktabgacha va maktab ta'limi bo'limiga qarashli Oromgoh mahallasida joylashgan 18-sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti keyingi yillarda tubdan yangilandi. 2019-yilgacha mazkur muassasa eskirgan holda faoliyat yuritar, infratuzilmasi talab darajasidan ancha orqada edi. Binolar ta'mirga muhtoj, o'quv-xonalari esa yetarlicha jihozlanmagan, bolalar uchun qulay va xavfsiz muhit yetishmas edi. 2019-yili muassasa davlat mablag'lari hisobidan kapital ta'mirdan chiqarildi. Qariyb 3 milliard so'm yo'naltirilgan loyiha orqali binolar qayta qurildi, yangi mebel va texnika vositalar bilan jihozlandi. Shu bilan birga o'quv muhiti zamonaviy ta'lim standartlariga mos ravishda shakllantirildi. Maktabgacha ta'lim tashkiloti 120 nafar bolani qabul qilish imkoniyatiga ega. Hozirgi kunda 125 nafar tarbiyalanuvchi tarbiyalanmoqda. 30 nafar pedagog xodimlar faoliyat yuritib kelmoqdalar. Ulardan 16 nafar oliy ma'lumotli, qolgani texnik xodimlarni tashkil etadi. Bugungi kunda muassasada 5 ta guruh tashkil etilgan bo'lib, ularda 3 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan bolalar tarbiyalanishmoqda. Guruhlar bolalarning yoshi va rivojlanish darajasiga qarab shakllantirilgan. Ekologiyani toza saqlasak, biz uchun juda ham foydali bo'ladi. Chunki ona tabiatni asrab-avaylash har bir insonning burchi hisoblanadi. Tashkilotda bolalar uchun barcha shart-sharoitlar yaratilgan. Keng, yorug' va xavfsiz xonalar, zamonaviy o'yin maydonchalari, multimedia vositalari bilan jihozlangan o'quv xonalari hamda sog'lom ovqatlanish tizimi mavjud. Shuningdek, tibbiy xizmat ko'rsatish imkoniyatlari ham tashkil etilgan. Maktabgacha ta'lim tashkilotimizda bolajonlarimiz uchun barcha sharoitlar yaratib berilgan. Bundan ota-onalarimiz va bolajonlarimiz juda xursand. Buning uchun muhtaram prezidentimizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. O'quv-tarbiyaviy ishlar davriy reja asosida olib boriladi. Tarbiyachilar va metodistlar tomonidan zamonaviy o'qitish usullari qo'llanilib, har bir bolaning individual qobiliyatini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratiladi. Ta'lim bilan bir qatorda bolalarning estetik va ijodiy rivojiga ham katta e'tibor qaratilmoqda. Muassasada musiqa, tasviriy san'at, raqs to'garaklari muntazam ravishda faoliyat ko'rsatadi. Ushbu mashg'ulotlar bolalarning iste'dodini namoyon etish va ularni ijodiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi. 18-sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti nafaqat qayta qurilgan binolari va jihozlari, balki tarbiya sifati, innovatsion yondashuvlar va samarali ish uslubi bilan ham Chortoq tumanidagi yetakchi muassasalardan biriga aylangan. Bu maskan bolalarning sog'lom, bilimli va ma'naviyatli shaxs sifatida shakllantirilishiga mustahkam poydevor bo'lib xizmat qilmoqda.